Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli birodarlar, Muzqaymoq Italiano Telegram kanali a'zolari. Qor уже gupillatib yog'ishni boshladi. Muzqaymoq xonalarini deyarli 3 kun oldin yopdik. Qor yog'yaptimi, yomg'ir yog'yaptimi, уже savdo hamma joyda absolyutni tashavoradi. Даже oziq-ovqat do'konlarida ham savdo tushgani bilinadi. O'shaning uchun men popkorn qo'yganimiz bilan, men jo'xori qo'yganimiz bilan oxirgi kunlari umuman faqat ubitga bo'ldi. Mana shu 2-3 kun savdo bo'lgan bo'lsa, umuman sotilmadi, qolib ketdi narsalar. Undan keyin sразу yopishga harakat qildik va yopildi. Уже endi bu yog'iga dekabr уже oxirlab qoldi. 10 kundan keyin уже dekabr tugaydi. Yanvar, fevral. Yanvarda absolyutni umuman hech qanaqangi savdo bo'lmaydi. Oziq-ovqat do'konida bo'lib turishi mumkin, chunki odamlar baribir ehtiyoji bor. Lekin bunaqangi sohalarda yanvar oyi eng myortviy o'lik sezon bo'ladi. Hozir meni ko'rib turgan ko'p marojinchilar уже 1-2 oy oldin yig'ishtirib yopib qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin biz dekabr oyini yo'q qish oyini arendalarni berib qo'yganimiz uchun o'zini o'zi bo'lib tursa ham marojinxonalarni ishlatib qo'ygan edik. Shuning uchun hozir endi o'zini o'zi ham qoplolmayapti. Faqat ubitga svet bilan chiqmaydi даже. Shuning uchun oxirgi chora faqat yopish kerak bo'ldi. Endi yanvar iloji yo'q, ishlashi umuman yanvar oyi yopiladi. Fevralni 15-20 largacha ham sovuq bo'lishi ehtimoli yuqori. Fevralning oxirlarida endi savdoni, do'konlarni ochamiz. Martda ham sovuq bo'lishi mumkin. Mart уже 10 lardan keyin, 15 lardan keyin xudo xohlasa savdo zo'r bo'ladi. E'tibor beringlar. Martning oxirlaridan boshlab may oxirlarigacha mana shu 2,5-2 oy eng pik payti bo'ladi. Marojin sezoni eng pik payti bo'ladi. Nimaga yozda issiq paytda zo'r ketmaydimi? Bo'lib turadi, lekin tushadi. Chunki marojin o'sha nima deydi, kun kelishi bilan, kun isishi bilan odamlarga marojin ehtiyoji ortadi, tortadi. Yegandan keyin o'sha me'daga tegadi. Me'daga tegadi. Shtob 2 oy tinmasdan bitta klient ertaga ham keladi, indin ham keladi, bir kunda 4 mahal yeydiganlar ham bor. Faqat 2,5 oydan keyin o'sha me'daga tekkandan keyin onda sonda esiga tushganda keladigan bo'ladi. Shuning uchun eng pik payti martning boshidan may oxirigacha, iyunning boshlari bo'lib turadi. U yog'iga o'sha savdo oldingidek mart, aprel, may oyidagi pik bo'lmaydi. Tak stabilniy masalan bo'lib turgan bo'lsa, 3 million, 4 million bo'lib turgan bo'lsa, stabilniy 2 million, 1,5 million, 2 million, 1,5 millionga tushib qoladi. Shu narsalarni hisobga olish kerak. Keyin joy masalasi. Aynan hozir dekabr oyida juda ko'p do'konlar ham, yanvar oyida oddiy shu marojinxonaga o'xshagan joylar ham, yaxshi joylar уже bo'sh qolib ketgan bo'ladi. Bizga o'xshagan odamlar oldindan arenda berib qo'yadi, lekin bizga o'xshab arenda berib qo'ymasdan birinchi yil qiynalganlar bo'lishi mumkin, u joylarni tashlab ketadi. Yaxshi joylar marojinaga dekabr, yanvar oyida qoladi. Imенно shu paytda yaxshi joylar qidiriladi. Ko'rgan bo'lsanglar, bir hafta oldin ham joy qidirib yurganimni sizlarga videosini tashlagandim. 4-5 ta yaxshi variant уже topib qo'ydim, lekin hozir olib qo'ysam qanaqa minus tarafi bor, dekabrnikini ham, yanvarnikini ham, fevralnikini ham berib qo'yishim kerak bo'ladi. Unaqa mablag' hozir menda yo'q. O'shaning uchun men saralab qo'yaveraman. O'sha yanvar o'rtalari kelganda, pul tushganda mabodo xudo xolasa, telefon qilib chiqaman yoki borib ko'raman. Bo'lmasa endi yanvar oxirlarida yana qarayman, agar bo'lib qolishi mumkin. 10 ta topib qo'ygan bo'lsam, 2-3 tasi hali berilmagan bo'lishi mumkin. O'zim uchun bilib qo'yaman. Lekin pulim bo'lganda, yaxshi joy bo'lsa muzlatib qo'yardim, arenda to'lab qo'yardim. Shikala joylar chiqadi haqiqatan, chiqdi shikala joylar, lekin arendasi sal qimmatroq bo'ladi. Dekabr, yanvar, fevralga arenda to'lab qo'yish kerak. Hozir unda mana sharoit yo'q. Men nima demoqchiman? Imенно dekabrdan, yanvardan boshlab qidiringlar. Ko'pchilik menga o'xshab, ko'pchilik fikri shunaqaki, fevraldan qidirishni boshlayman dedi. Fevralda hamma qidiradi. Hech kim qidirmagan paytda joy qidirgan ma'qul va yaxshi shikala joy chiqadi xudo xolasa. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xudo xolasa aloqadaman, VIP kanaliga baribir narsa qo'shiladi. Men jim bo'lib qoldim. Nimaga? O'zimda ham mablag' yo'q. O'zimda ham hozir qishda faqat ushab o'tiribman, arenda berib qo'yganman, faqat yeb ichish bilan ovora bo'lib qoldik. O'shaning uchun kanalga pul tika olmayapman. Endi xudo xolasa o'sha yanvar o'rtalarida yoki oxirlarida yaxshi bir retsept variantlar chiqib qolsa, VIP kanaliga ham o'sha yangi retseptlarni, yangiliklarni ulashamiz xudo xolasa. Sog' bo'linglar.